mahsulotni ishlab chiqarish degan masalalarga urg'u berib, asosiy o'zimizga dastur amalga olganmiz. Kattami, kichkinami, bemalol aytaveringlar. Bankka bog'liq masalalar mana shu. Nima masala? Abbosxon G'ayratjonov filmi rahbari o'zi. Rahmat, mana shu biz hozir mana shu sanoat qurilish banki hisobotlarni o'tkazdik. Rahmat, mana 3 kun ichida biz asha o'zimizga kerak bo'lgan 3.318.075.000 so'm shu bizga kerak bo'ldi. Shu nimani qo'yib, rahmat 3 kun ichida shu nimalarimizni qilib berishdi. 2014 yildan beri